Bizda navbatdagi Spark 1.3 avtomat korobka avtomobilimiz. Xo'p, bu avtomobilimiz polniy diagnostika osmotriga kelgandilar. Zaslonkalari to'lgan ekan, ularni tozalab, chistga qilib, polniy adaptatsiyalar bilan qilib berdik. Akamizda 3-pokoleniya gaz komplektatsiyasi bilan jihozlangan metan gaz. Akamiz gazni yaxshi tortmayaptilar. Вообще skorost kech almashtiryapti, tortishi ham past deb keldilar shikoyatlar bilan. Hozir xudo xolasa akamizga releli qilib, 2 rejimli programma qilib berdik. Xudo xolasa tortishlari va skorost переключениялari hammasi joy-joyida bo'ldi. Xudo xolasa bu avtomobilimizning programmasini chip tuning orqali o'zini programmasini darobotga qilib berdik. Zajiganiyalarigacha benzin o'zini zajiganiyasi, metan esa o'zini zajiganiyasida yuradigan qilib berdik. Xudo xolasa. Va akamizning o'zi, aka, fikringiz qanday? Nima deysiz? Mashinada qanchalik rezultat bo'ldi o'zgarish? Zo'r. Ishongancha olib keldim. Hamma mashina sizga keladi, biz qarindoshlarizniki, o'zimizniki. Endi kelajakda olib kelamiz hamma mashinani. Xudo xolasa, kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.